Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Yana shu tilla bo'yicha qisqacha video olganman. O'tgan videodagi demak lavha bo'yicha demak 5 minutlik time frame'da o'tgan safar eslarda bo'lsa demak men bozor konечный diagonal chizayotgan edi. Demak men aytuvdimki, bu yerda уже mana bu 4-to'lqin demak bu yerda tugashini taxmin qilgan edim. Va shundan so'ng bozor demak tepaga ketishini taxmin qilgan edim va esingizda bo'lsa alternativniy variant bor degan edim. W demak XY bo'yicha bozor demak tepaga ketib turib keyin pastga tushib mashinadan chiqib ketadi deb alternativniy variant ham aytgan edim. Esingizda bo'lsa demak xuddi shunaqa variant bo'lyapti. Menimcha demak mana hozir tekushий holat bo'yicha demak bizada o'sha birinchi to'lqin bor. Va ikkinchi to'lqindan keyin korreksiyadan keyin bozor уже yana tepaga demak mana bu 4 va 5 to'lqin bo'ylab ketish mumkin. Agar Fibonacci bo'yicha hisoblasak ham ikkinchi to'lqindan ровно mana 50% demak korreksiya bo'lgan birinchi valnaga nisbatan. Demak kuzatishda davom etamiz. Demak bozor tepaga demak 5-to'lqin bo'ylab ketishini demak kuzatishimiz mumkin. Va agar D1 ga o'tadigan bo'lsak, D1 da общий 3-to'lqin tugayapti. 3-to'lqin tugagandan keyin orqaga demak krupniroq korreksiya bo'ladi va yana bozor demak tepaga o'sishiga 5-to'lqin bo'ylab kuzatishimiz mumkin. Like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling va kim elliot to'lqinlariga qiziqsa, William Gann sistemalariga adminga murojaat qilishingiz mumkin. YouTube shapkachasi demak silkalarni qoldiramiz.